Dasturimizda joylarda narkotik moddalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi tashkil etilayotgan tezkor tadbirlar tafsiloti bilan davom ettiramiz. 380 avtomagistralda turibmiz. Temir yo'l kesishmasida pastda turuvchi oq rangli avtomashina olsiga olib to'xtatildi. Avtomashinani ko'zdan kechiramiz. Buxoro shahrida yashovchi 1993-yilda tug'ilgan muqaddam narko jinoyat sodir etganligi uchun sudlangan shaxs boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtomashina Surxondaryo Buxoro yo'nalishida harakatlanayotgan vaqtida Kogon tumani hududida to'xtatildi. Ana Xolisda ko'rdingizmi? Avtomashinani havo filtri ichida qora salafon. Ko'ramiz nima ekan bu. Avtomashina xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda uning motor qismidagi havo filtri ostiga yashirib qo'yilgan 993 gramm opiy moddasi protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Surishtiruvlar davomida u narkotik moddani Termiz tumanida istiqomat qiluvchi 1980-yilda tug'ilgan xalqaro yuk tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxsdan olganligi aniqlanib, tezkor tadbir davom ettirildi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan tegishliligi bo'yicha Jinoyat kodeksining 246 va 273 moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda giyohvandlik vositalari savdosi bilan bog'liq holatlarga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.